Salom do'stlar. Sizlar bilan Dalasa Mava. Do'stlar, undan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsangiz, bu videoning 3-chi yoki 4-chi qismi. Shuning uchun ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Video kanalimda o'tib, bemalol kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, qo'ng'iroqchani bosib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, agar o'tgan videoni ko'rganlar bo'lsa, mana bu Keylor Navas hamda Chesneylarni kuchaytirayotgan edik. Mana bu Keylor Navasga esa plus 11 kuchaytirgich tushishi ham mumkin. Agar buni birgalikda men bilan ko'rishni xohlasangiz, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana bu darvozabon bizga kerak. Endi esa uni sotib yuboramiz. Endi esa bu bizga qani darvozabon. Mana kerak emas endi bu darvozabon bizga. Darvozabonlar 8 ta rangiga. Hop do'stlar, mana qani plus 11 kuchayamiz agar Keylor Navasga tushsa, lekin Chesneyga tushdi. Aytganimdek, Chesney ham plus 11 kuchayishi mumkin. Nahotki do'stlar. Screenshot qilib qo'yaylik. Hop do'stlar, 15 ta tanga shalka emas. Mana plus 11 kuchaymadi-ku, lekin ajoyib tarzda full holatga yetmoqda. Okey. Chesneyni ham full holatga yetkazib qo'yaylik. Mana Chesney ham ajoyib tarzda full bo'lmoqda. Hop. Do'stlar, agar sizga videom yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Demak do'stlar, biz videoni bu bilan tugallamaymiz. Sizlarga albatta qiziq bo'lish kerak. Mana bu futbolchilarni sotib yuboramiz. Albatta mana bu Chesney hamda Keylor Navaslarni kuchaytirish videomizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling. Videolarimga like bosing. Ana do'stlar, ajoyib tarzda ikkita futbolchini full holatga keltirdik. Endi esa futbolchilarni kuchaytirish navbati. Albatta bizga bu yerda shunday futbolchilar kerak bo'lmaydi degan joyimda bizga varta bolalar kerak endi. Mana do'stlar, endi esa bundan buyon futbolchilarni sotib yubora olmaymiz. Shuning uchun bu yerda Bono kelibdi, lekin bizga tanga olmaslar o'zi kam. Shuning uchun do'stlar, videoni shu yerda yakunlashga majburman. Mana Chesney ajoyib tarzda full holatga yetmoqda. Albatta sizlar qanday kuchaytirgansiz kommentariyada yozib qoldiring. Chesney qanday, Keylor Navas qanday kuchaydi? Undan 1 dan 10 gacha baholang. Albatta menga juda ham qiziq. Keyingi videolarimizda albatta mana bu futbolchilarni full holatga yetkazamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan Dalasa Mava.